Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Istoqomil aka, yaxshimisiz, salomatmisiz? Oilangiz, xonadoningiz tinchmi? Mana o'zbekistonlik umrachilar Madina shahriga yetib kelishdi. Mana mehmonxonadamiz. Toshkentlik Dilbar Xojona orqali berib yuborgan taqvo kolbasalaringizni mana qabul qilib oldim. Mana bitta paket, mana ikkinchi paket. 3 oy kutib mana bugun shunaqa tabarruk Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yurtlariga Dilbar Xojona, Toshkentlik Xojona orqali, guruh orqali berib yuboribsiz. Dilbar Xojonaga ham rahmat olib kelib berganiga. Mana sizning mahsulotingizni halol, pokiza, taqvo. Ta'miga gap yo'q, kashnich, zanjabil, har xil zirovorlar qo'shilgan, gapiga gap yo'q. Istoqomil aka, qarochi hammasi chotki, mana qabul qilib oldim omonatingizni. O'zbekistonda noz-ne'matlarini ham qo'shib berib yuboribsiz. Hammaga tavsiya qilaman. Musulmon birodarlarim, Alloh iymonlaringizni mustahkam qilsin, ibodatlaringizni Alloh taolo qabul qilsin. Istoqomil aka, ishingizni omadini bersin. Ko'paytiring. Zakazlar ham ko'paysin. Halol, taqvo, pokiza kolbasa. Ayniqsa namozxon taqvodorlar uchun. Gap yo'q. Rahmat. Salomat bo'ling.